Bugun mamlakatimizda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, biznes yuritish uchun qulay sharoit yaratish va xususiy sektor faoliyatini rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tadbirkorlarga keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Ularning faoliyatini rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlar ta'minlanmoqda. Biroq yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanish bilan bir qatorda soliq majburiyatlarini o'z vaqtida bajarmayotgan tadbirkorlik subyektlari ham uchrab turibdi. Andijon viloyatida joriy yil avgust oyida 1665 ta holat bo'yicha 74 milliard 100 million so'm xatlov ishlari amalga oshirildi. Ko'rilgan choralar natijasida 36 milliard 500 million so'm mablag' davlat byudjetiga undirildi. Jalaquduq tumanidagi mazkur avtogaz quyish shoxobchasida ham shunday holat aniqlangan. Korxona faoliyati davom etmoqda. Avtomobillar oqimi uzilmagan, xizmat ko'rsatish jarayoni odatdagidek davom etyapti. Biroq korxonaning davlat byudjeti oldidagi soliq qarzi 2 milliard 415 million so'mdan ortig'ini tashkil etgan. Shu o'rinda tabiiy savol tug'iladi. Faoliyat davom etayotgan, daromad kelib turgan bir sharoitda nega soliq majburiyatlari bajarilmayapti? Mazkur holatni o'rganish maqsadida ishchi guruh tomonidan korxonada xatlov tadbirlari o'tkazildi. Natijada 342 million so'm mablag' davlat byudjetiga undirildi. Qolgan soliq qarzdorligini ta'minlash maqsadida esa korxona balansidagi bino va inshootlar xatlovga olinib, muhrlandi. Jalaquduq tumanidagi yana bir holatda esa 662 million so'm soliq qarzdorligi mavjud bo'lgan fermer xo'jaligi balansidagi yengil avtomobil ham xatlovga olinib, muhrlandi. Andijon shahrida faoliyat ko'rsatayotgan mas'uliyat cheklangan jamiyatda 3 milliard 900 mingdan ziyod qarzi borligi uchun mazkur jamiyatga tegishli bo'lgan transport vositalari xatlandi va xatlanish jarayonida ushbu jamiyatdan jami 90 million so'mlik qarzdorligi byudjetga to'liq undirildi. Bunday tadbirlar viloyatning barcha hududlarida soliq qarzdorligi mavjud bo'lgan tadbirkorlik subyektlarida izchil davom ettirilmoqda. Zero, tadbirkorlik bu faqat daromad olish emas, u avvalo davlat va jamiyat oldidagi mas'uliyatni ham anglatadi. Soliq majburiyatlarini o'z vaqtida bajarish, qonun talablariga rioya etish bilan birga mamlakat iqtisodiy taraqqiyotiga munosib hissa qo'shish demakdir. Soliq qarzdorligini to'lamaslik yoki uni uzoq vaqt davomida bartaraf etmaslik esa qonunchilikda belgilangan tartibda tegishli choralar ko'rilishiga sabab bo'ladi. Soliq xizmati organlari tomonidan soliq qarzdorligini undirish, davlat byudjeti manfaatlarini himoya qilish va iqtisodiy intizomni ta'minlashga qaratilgan ishlar davom ettirilmoqda. Chunki halol va mas'uliyatli tadbirkor nafaqat o'z biznesini, balki yurt taraqqiyotini ham rivojlantiradi.